Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib keling. Musanga kosmetikaga pul so'rading-ku. Yo'q, buncha kerak emas. Hazillashma, ol. Nimaga hazil qilaman? Siz shuncha qiynalib topayotgan pulingizni hozir bitta kosmetikaga ishlatib yuboraman. Ba'zi issiqda kosmetika oqib ketadi. Shunga mashinangizga poligmi biror narsa olib oling. Hop. Xotinim meni o'ylabdi. Pul olmadimi? Zari. Labbay dadasi. Yo'q, qudratingdan bittada keldingmi? Ay, siz chaqirasiz, bittada kelmasligi mumkinmi? Kiyimingni almashtir, restoranga olib boraman. Restoranda nima bor? Shu pulga bir haftalik bozorlik qilamiz dadasi. Men o'zim sizga hozir qo'llarim o'ynatib restoranskiy ovqat qilib beraman. Shu ani mani xotinim-ey. Yani indamasdan yutaverardi-yu bu. Restoranga yo'q deyaptimi? Qo'mpon chiqarib yuboraman shekilli. Mayli bolalar, men bora olmasam kerak. Gaplashamiz. Boring dadasi. Dachaga chaqirishyapti. Xo'p, o'zi bir kun dam olish kuningiz borib, mazza qilib aylanib kelmaysizmi? Sen xafa bo'lib qolmaysanmi? Erim o'ynab kulsa, men faqat xursand bo'laman. Boring, mazza qilib yashang dadasi. Meni qo'rqitma xotin. Musul to'kkan chiqqani ham qo'ymasding-ku. Sen qachondan menga bunaqa ice coffeelar qilib beradigan bo'lib qolding? Paparich kofesida bu dadasi 4 xil ta'mi bor ekan. Achchiqni yaxshi ko'radiganlar uchun o'tkiridan, har kunlikka klassik, diabetiklar uchun shakarsizi ham bor ekan. Undan tashqari steviyligi ham bor ekan. Bizlaktozda bu o'simliklardan olinadigan sutdan qilinadi. Endi har kuni sizga shundan damlab beraman dadasi. Shu paytgacha seni asl basharangni ko'rmagan ekanman xotin. Rahmat senga. Rahmat, baraka top. Rahmat xotin. Rahmat. Qaqo'y rahmat. Kosmetikamga pul berasizmi, yo'qmi? Hay, shunday shirin tushni rasvo qilding-da xotin. Qanaqa tush? Tezroq bo'ling, hali restoranga ham borishingiz kerak. Iltimos faqat tushimni ko'ring xotin. O'ngimda yoqmayapsan cho'ta.